bitta o'zini olsang olib borib berasiz. Ha, bitta o'zini olsa ham olib borib beramiz aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, birodarlar, ash 6 talik uchtasi. Ha, 3tasi aka oralatib olib chiqdi aka. Olib chiqdik, obunachilar mana. Uni olaman deb qo'ysachi. 8 hammasini oladigan bo'lsa aka, tushib beramiz. Qancha? Kamini qilib beramiz. Obunachilar o'zlari biladi aka. Aytavering. Obunachilarim, ko'taring kayfiyatli videolarni boshlayapmiz. Hammaga xayrli tong azizlarim. Azizlarim, bugun xudo xolasa juda ko'pchilik ish bitadi. Assalomu alaykum hammaga, bizlarni kuzatib boryapti turgan akalarim, ukalarim. Hammaga xayrli tong. Xo'p. Men hozir ayrilishga kelganman. Andijon shahar ayrilishdaman. Bahramjonning kichik fermalaridaman. Bahramjon xudo xolasa yangi partiyada buqalarni olib kelib qo'yibdi. Shularni sizlarga to'liq yoritaman. Bu yerda bonuslari ham bor xudo xolasa, arzon narxda. Bugun ham o'tgangi safargidaqa xudo xolasa narxlar nihoyatda arzon va jo'n bo'ladi. 2025-yil hafta kuniga juma. Xo'p, 14-mart kunida turibmiz obunachilar. 19 bosh buqalarimiz bor. Oyoq qo'llari, holatlari xudo xolasa sizlarga nihoyatda ma'qul keladi. Pullari ham ma'qul keladi. Xudo xolasa bugun 0 ga sotaman deb qoldi Bahramjon. Narxlarni ham o'tgan safariga o'xshab jo'n qilib beraman. Ancha jo'n qilib beraman deyapti xudo xolasa. Biz videolarimiz boshlariga kelamiz. Bahramjon, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling, Jalol aka, yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat aka, o'zingizga. Yaxshilayapsizmi? Tinchmisiz aka? Rahmat, Allohga shukr. Xalq xizmatida charchamayapsizmi? Ha, sekin bo'lyapti Jalol aka. Qalay ketyapti ishlar? Yaxshi aka, xudo xolasa. Xo'p, yana arzon bugun. Xudo xolasa arzon aka. Bugun ham arzon. Ha, yengil sotamiz aka. Yengil sotamiz, albatta. Xo'p, 19 bosh. 19 bosh novvoslarimiz bor aka. Aha. Ko'chat bo'zalar. Yaxshi. Nima deyapsiz buni? Bonus qilib beraman deyapsiz? Xudo xolasa buni bonus qilib beraylik aka. Shuni baxtini ochamiz, keyin narigini boshlaymiz. Xudo xolasa. Bo'laverami? Nech pul so'rayapsiz bunga? Aka, buni 8 million 200 ming ozmos xayri bor Jalolbek aka. Obunachilar mana tezda boshladik narxlarini. Biz cho'zmaymiz, xudo xolasa. Bo'ylari 90 ga olishaversin aka. Shunday aytiladi, narx aytiladi obunachilar. Hech zeriktirmaysiz. Bo'yin 90 ga olaversin. Bo'yin 90 ga olishaversin aka. 8 million 200 ming ozmos xayri bor aka. Nuqtalari bilan doimiy. Ha, nuqta arqonlari bonus aka. Obunachilar, o'tgan safar ham shu yerdan buqalar chiqardik. Ko'p chiqaramiz. O'tgan safargidan boshlab urf qilib oldik. Odat qilib oldik. Nuqtalari bilan beryapti. Hammasini aka egalariga nuqtalari bilan olib bordik aka. Xudosi ko'rayotgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ysa juda yaxshi ish bo'lardi aka. Arqon nuqtalarini uyga boryapti. Ha aka, dastavkalarni vaqtida yetkazib berdik aka. Yaxshi. Xo'p, bu narsamiz 8 million 200 ming kam bor, Aha. Shunda o'zi vodiy bo'ylab yetib borami Bahramjon, qanaqa qiladi? Aka, vodiy bo'ylab yetkazib beramizda. Shu bitta o'zini olsang olib borib berasiz. Ha, bitta o'zini olsa ham olib borib beramiz aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bonusim 8 million 200 ming xayri bor ekan, gap yo'q. Davom etaveramiz bo'lmasa. Aha aka. Ketdik. Bir boshdan boshlayveramiz. Mana obunachilar, oyoq qo'llar. Nihoyatda chiroyli, nihoyatda go'zal ekan xudo xolasa. Bahramjon, nechtasini birda qilmoqchisiz? Men aytdim aka, 6 tasini bir qilamiz aka. 6 tasini. Savdosi ham bir aka. Bichishimiz ham oson bo'ladi xudo xolasa. Mana obunachilar. Bu ma'lumot uchun obunachilar 1 metrdan buzoqlarimiz eng kattalar 1.10 gacha chiqdi. 1.10 plusgacha aka. 1.10 ga olishaversin 1 metrdan. 1 metrdan 1.10 ga olaversin. Mo'g'ularda o'zi bo'yi birdan ham baland ekan. Aka, men sanoq qilib qo'yamiz aka. Mana shu 6 ta, bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, mana 6 tasi aka. 6 ha, xudo xolasa. Ha, 6 ta aka. Yaxshi. Bularni optim olganga aka, hammasini bir joyga olganga 10,5 million kamini qilib beramiz, xayrini qilib. Agar ichidan yaxshisini tanlab olaman desa aka, 1-200 ming, 3-400 ming nariverisi bo'lishi mumkin aka. İçinden tanlab olaman. Ha, ichidan tanlab saralab olaman desa aka. Ashuni video boshida aytib o'tib kelsa, manfaatli bo'ladi aka. Ko'tarasiga qanchadan bo'ldi? 10,5 milliondan ozmos xayrini qilib beramiz aka. 10,5 million xayri bor, vodiy bo'ylab yetib boradi. Vodiy bo'ylab dastavkasi besplatniy aka, o'zimiz texnikamiz bor, yetkazib olib borib beramiz. Xuddi shular bo'lib boradi. Gap yo'q. Bo'lmasam oradan olib chiqaylik. Ha aka, yechib olib chiqaveramiz bitta aka. Xo'p, birodarlar, ash 6 talik 3 tasi. Ha, 3 tasi aka, oralatib olib chiqdik aka. Olib chiqdik obunachilar mana. 6 talik 3 tasini chiqardik. Sizlar ko'p vaqtlar olmaymiz, tez natijali ish qilib beramiz xudo xolasa. Manfaatli video qilamiz. Tezda qo'yamizda savdosi bo'laveradi xudo xolasa. Mana oldilar. Do'si yemog'i ichmog'iga bir hafta sinovi bor aka. Doimgidek.
Albatta. Yangi nuqtalari-yu, Ha. nuqta arqonlari yangi bo'ladi. Bu bo'zaydi qarang aka, oyoqlarini, tuyoqlarini, polvonligini. Mana bular. Oyoqlarni nima? Zo'r. Dona olaman deb qolsa-chi, Bahramjon? Dona olaman desa ham beramiz. Aytyapmiz-ku aka, 6 tani bir joyga olganga 10,5 dan xayrini qilib beramiz. Aha. Agar donalab olaman, tanlab olaman deydigan bo'lsa aka, 10,5 millionga qo'shsa ishi bitadi aka. Qo'shsa ishi bitadi. Ha, donalabga. Ko'tara solgan yutib ketaverar ekan. Xudo xolasa aka. Nihoyatda go'zal ekan. Bo'l, 6 talik 3 tasini olib chiqdik. Aha. Olib kiraveramiz, keyingi bo'limga o'tamiz. Ketdik. Keyingi bo'limga o'tamiz. Ha, aka mana. Ha. O birinchisi, Hop. ikkinchisi, uchinchisi, 4, 5, mana 6 ta, Aha. mana 7 ta, Aha. bu oxirgisi 8 ta aka. 8 ta. Aha. Xo'p, oyoq qo'llarni bir qator ko'rib qo'yamiz orasidan. Ha, aka, orasidan olib chiqib 4 tasini olib chiqaylik. Bo'ldi aka. Unga qarab pullarni gaplashaveramiz, ha? Aha. Ketdik. Do'stlar, ash 8 taligida. Ha, 8 talikdan aka 4 tasi chiqdi. 8 talik 4 tasi chiqdi obunachilar. Oyoq qo'llarni ko'rsataylik bir qator sizlarga to'liq. Xudo olsa bo'zaylarning sifatiga aka behijolat aka. To'nlari ham chiroyli ekan, qandaydir. Shularchi qora to'n. Ajonim, sog'lom ekan mollar, ha? Mana oldilardan. Hammasi kavsh qaytarib turibdi. Ha, aka, xudo xolasa yeb ishlari joyida. Ishtahalari zo'r. Aka, mana shuni ko'rsatding mana, mana shu ham rosa polvon narsa aka. Yelkalari keng aka. Tepalaridan bitta ko'rsataydi. Mana obunachilar. Batafsil ko'rsatyapman. Xudo xolasa to'liq bo'lyapti. Holatlarni to'liq ko'rsatyapman sizlarga. Xo'p, aka, qolgan 4 tasi mana Javlonbek aka. Mana bitta aka. Hop, mana. Buni 2 ta, Hop. bu 3 ta, mana bu 4 ta aka. Ha, 4 tasini olib chiqdik, 4 tasi mana Ha, qoldi. qoldi aka. Mana sizlarga ma'lumot uchun. Gap yo'q, pullarga navbat. Aka, pullariga udosi 12 milliondan ozmas xayr qilib beramiz Javlonbek aka. Don olganga. Don olganga aka ikkitasi bor, 12 millionga qo'shsa beramiz. Ikkitasini Ha, ikkitasini aka. ko'rsataylik. Aka, bittasi mana. Bu sariq. Ha. Hop, keyingisi. Aka, keyingisi mana bu qorasi aka. 12 ga qo'shganga beramiz. 12 ga qo'shganga beramiz aka mana shu. Ma'lumot bo'ldi mana. Qolgani 12 ni pastiga Ha, bitadi. 12 ni udosi pastiga bitkizamiz aka. Ozmas xayrini qilib beramiz. Ko'p emas lekin Javlonbek aka. 11,5 dan boshlanib 12 ga ozgina qo'shganga bitami shunda? Xudo Dona xolasa. olsa. Dona olsa. Dona olsa, 6 talikdan, ammo ikkitasini aka 12 ga donalab olsa qo'shganga beramiz Endi Javlonbek aka. 4 olmoqchi bo'lsa-chi? 4 ta oladigan bo'lsa aka, bitta undan bitta bundan qilib aralashtirib beramiz Javlonbek aka. O'shunda necha puldan bo'ladi? Unda 12 milliondan xayr qilib beramiz. Xayr qilib beramiz. Ha aka. 8 ovni olaman deb bo'lsa-chi? 8 talar hammasini oladigan bo'lsa aka, tushib beramiz. Qancha? Kamini qilib beramiz. Obunachilar o'zlari biladi aka. Aytavering. Telefonda bitishaveraylik aka, udosi yengil qilib xayr qilib beramiz Javlonbek aka. 12 ni o'tib berasiz-da? Ha, aka, albatta o'tib 8 beramiz. ovni olganga Hammasini bir joyga olganga aka 11 million 800 mingdan ketdi aka hammasi. barakasini bersin. Biz ham martga insonmiz aka. Yana 11 million 800 ming so'mdan aka ozmoz yana bo'pti, xayriga o'tib beramiz O'tib aka. berasiz-a? O'tib beramiz. Vodiy bo'lib yetkazib. Vodiy bo'lib yetkazib beramiz. Barakasini bersin. Obunachilar to'liq 8 ta haqida gaplashdik. 4 dona qoldimi? Ha, 4 dona molimiz qoldi aka. Obunachilar ko'pchilik oyoq qo'li ma'qul kelsa, pullari ma'qul kelsa deb gapiradi. Oyoq qo'li ham ma'qul keladi sizlarga. Pullari ham ma'qul keladi. Xudo xolasa aka, suvayli bo'ydor Suvayli, mollar aka. Mehr bilan berasizlar obunachilar. 2 oyda umuman boshqa narsa bo'lib ketadi obunachilar. Tanimaydigan bo'lib ketadi bu qolar, xudo xolasa. Oyoq qo'li narxlari ma'qul kelsa degan gap emas. Oyoq qo'li ham ma'qul keladi obunachilar. Shunaqa zo'r narsalar ekan. Suvayli mollar ekan. Xudo xolasa, ha, Javlonbek aka. Ko'ryapsiz? Suvayli mollar ekan. 2 oy yaxshi mehr bersalar obunachilar, zo'r narsa bo'lib ketadi bular. Kuchli ekan. Pullar nihoyatda ma'qul keladi. Hozir pullarni aytamiz obunachilar. Zo'r bo'ladi xudo xolasa.
Birinchi qo'ng'iroq qilgan olib ketadi buni. Xudo xohlasa aka. Inshaalloh. Baqqondan baraka topib yana Baraka kelsa topadi. istab keladi Jalolbek. Nimaga asoslanib aytyapsan Jalol salam? Mana kallani qaranglar kattaligini. Kalla bilan orqa tos katta ekan. Ha aka. Orqasi Keng, xudosi Keng narsada bu. kelajagi bor aka. Tosni ko'ryapsizlarmi kattaligini? Mana. Shu joylar to'ladi. 2 oyda o'zlaring tanimaydigan bo'lib ketasizlar. Mehrni zo'r berasizlar. Xudo xohlasa. Narxi ham yengil buni. Xudo xohlasa yengil qilib beramiz Jalolbek aka. Yengil qilib berasiz? Yengil qilib beramiz aka. So'lang. Aka to'lalasini bir joyda oldim deganiga aka 11 million 700 ming so'mdan ozmos xayrini qilib beraman Jalolbek aka. Ozmos xavirini qilib berasiz? Ha. G'ij-bijmi ozmozmi? Siz bilan ham kelishib beramiz aka obunachilar uchun. Ha? Ha aka. 11 million 700 ming 11 million 700 ming aka. kami bor. Kami bor. 11,5 bo'ladimi? Keling aka bo'ldi, gapingizni olaman men har doim. To'rovni olding. To'lalasini bir joyga 11,5 million. 11,5 millionga barakasini Baraka. bersin. To'rttasini olsa, To'lalasini bir joyga oldim Bir desa joyga 11,5 milliondan ketdi aka. donaga kelishib olasiz. Donaga kelishib olamiz aka. 1-200 ming nari berisi bo'lishi mumkin. Bahromjon siz bilan kelishmaydigan ishni o'zi yo'q. Ha aka, xudo xohlasa har doim aka kelishilgan holat. Maqsad sotish aka bulardi. Shuni aytaman-da. Ha, biz ham 1-200 ming, 300 ming foyda qilsak sotamiz aka. Tirikchilik to'g'risida. To'g'ri. Hali yolg'on gapirish kerak yo'q aka. Obunachilarim rosa like bosadigan, obuna bo'ladigan videolar bo'lyapti. Mana hozir sizlarga 10 minutlik, 12 minutlik video qilamiz. Bu darajaga olib kelganimizcha, mana shu yerga olib kelib to'planganimizcha kamida 3-4 soat vaqt ketadi. Ishonavering aka. Buni mehnati o'zicha bo'lmaydi. O'ziga yarasha aka. Hozir mana videoni ko'rib 10 daqiqa, 12 daqiqalik narsani ko'rasizlar. Bu darajaga olib kelib sizlarga bu videoni taqdim qilguncha obunachilar 3 soat vaqt, 3 soat, 4 soat ham ketib qoladi. Shunaqa aka. Maksimum 3 soat vaqt ketib qolyapti. Shuning uchun obunachilar mehnatimizni qadrlagan holatda like bosib turib, obuna bo'linglar. Xuddi shunaqa Rossiyadan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan, o'zimizni mahalliy buqalardan to'plaganlardan shunaqa qilib optim arzon joylardan chiqaryapman. Agar obuna bo'lsalaring, telefonlaringga xuddi shunaqa videolarim 1 sekund yetib boradi. Juda ko'pchilik 3-4 kundan keyin ham qo'ng'iroq qilyapti-da. Shunaqa bo'lyapti Javlonbek aka. Sababini aytaymi, obuna bo'lmagan. Men ham aytdim, podpiska bosib qo'yinglar deyapman. Obuna bo'lmagan. Videolar tezroq borib turadi. Tezroq. Agar obuna bo'lsa 1 sekundda Ha, aka albatta. Chiqishiga sraz boradi. arzon joylardan sotib oladi. Xudo xohlasa aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Bahromjon rahmat sizga. Xo'p, aka sizga Xudo ham xohlasa rahmat. to'liq ko'rsatdik deb Xudo xohlasa albatta aka. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini yog'dirib yuborsin. Rahmat hammaga.